Assalomu alaykum bolalar. Qalaysizlar? Tuzukmisizlar? Sog'misizlar? Omonmisizlar? Ishlar bilan bolalar charchamaygina yuribsizlarmi? Doimo sog' salomat bo'lib, kayfiyatinglar joyidami? Bo'vottimi? Hammasi zo'rmi? Xullas do'stlar, bugun sizlar bilan mana shu geyimiz, ya'ni ko'rib turganinglardek DBBet kontorasida bir balansimizni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. DBBetda balans ko'tarishga harakat qilib ko'raman. Albatta bolalar, o'zingizlar videolarimizni kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa, videolarimizga bitta like tugmasini bosib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan-da zo'r videolarimiz hali oldinda. Albatta kanalga obuna bo'lib, kanalni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Ana bo'lsa biz DBBetda boshladik jigarlar. Bizga bolalar boshlanishiga 10 martadan ko'proq bosamiz, keyin esa 05 dan 09 gacha bo'lgan KFC'ni tushunib kutamiz, ungacha bosaveramiz. Ketdi 05. Yaxshi. Gapni kamroq qilamiz, o'ynaymiz bolalar. Gapirmay o'ynayman. Xullas 08 davom etamiz. Ko'taramiz bolalar. Bu yerga sen falan yana. Yaxshi 5 kelsin, 6 kelsin. Zo'r tushamiz. Shundan qilib davom etamiz. Ketdi. Molvish. Shina. Yaxshi. Zo'r yer. Davom etamiz 05. Ko'taramiz bolalarni endi. 450 ming. Ketdi. Kazintlardan ber mujik. Yaxshi. Ketdi. Oo, 5 kelsin. Zo'r tushamiz. Tushamiz do'stlar. Chunki ketdi. Nol besh. Ko'taramiz. Kimber. Qizil. Billa bir kattaroq ikkisimi deb 2 kelsin degan. Davom etamiz. Qizil beradi tepadan. Oy 5 kelsin. Ajoyib. Tushamiz. Tushamiz bolalar.
Oralaringizda bolalar sizlarni bonusga qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, bonus olish uchun albatta mana shu Bookmaker, ya'ni ko'rib turgan Devet kontorasidan yangi akkaunt ochasizlar. Devetdan yangitdan to'liq ro'yxatdan o'tib olasizlar. Ro'yxatdan o'tayotgan paytda esa promokod degan joy bo'ladi. O'sha promokod degan joyga esa ekraninglarni pastki qismida 0.6 koeffitsient ko'tarib ko'raylikchi. 653 koeffitsient. Yana bir koeffitsient. Va 8 koeffitsient. Dahshat zo'r. 8x yomon emas, tushamiz. Va bolalar o'sha Devetdan ro'yxatdan o'tish davomida promokod degan joy bo'ladi va promokod degan joyga ekraninglarni pastki qismda ko'rinib turgan bizning ofitsialniy promokod Legend 23 degan promokodimizni yozib qoldirasiz va hisobingizni to'ldirasiz bolalar. Va siz birinchi qilayotgan depozitingiz uchun $500 dan $1800gacha bonus, undan tashqari haftaning har 3 kunida promobarlar, promo keshbeklar 30% gacha keshbek bonuslari berib boriladi. Albatta o'sha bonuslarni olib 09 ko'taramiz. Asosiy hisobingizga o'tkazib olishingiz mumkin. Berkaysenlarni 208 yana 4. 2. Zo'r berdi. 12 koeffitsient. Zo'r. Tushamiz. Gap yo'q. Tushib davom etamiz. Tushib davom etamiz bolalar. Ketdim. Gap yo'q, zo'r berdi. Shuning uchun bolalar farqi yo'q. Mana shu DBBet bo'ladimi, Linebet, Mailbet, qaysi bookmaker bo'lishidan qat'iy nazar Legend 23 promokodi orqali albatta bonuslarni qo'lga kiritib olishingiz mumkin do'stlar. 05 1 davom etamiz. 3 ga esa ketdi yana. Ko'taramiz mana shu 8 dan tushib beryapti. Ko'rganinglar ko'tarib ko'ramiz davay. Yana Berkaysenlardan 2 oldu yana. Davay. 5 yaxshi. Zo'r berdi. Tushamiz. Bolalar, sizlarga bonusdan tashqari kupon, stavkalar kimga kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalda har kuni kuponlar, stavkalar mutlaqo tekinga tashlab boriladi. Ya'ni umuman kupon, stavka Telegram kanalimizga pulga sotilmaydi. Barchasi 100% tekinga tashlab boriladi. Va mana shu videomizni kommentariyasidan agar Telegram kanal silkasini topa olmasanglar, kecha chiqqan videolarimizni kommentariyasidan 03 Telegram kanalimizni ham, dasturlar kanalimizni ham silkasini qoldiramiz. Albatta o'sha silka orqali 08 bir davom etamiz. Kecha chiqqan videolarimiz kommentariyasidan albatta o'tib dasturlar kanalimizga 03 Berkaysen. Dodam va bittada 10 kelsin bo'ldi, to'xtataman. O'tib bemalol Telegram kanalimizdan kuponlarni tekinga, dasturlar kanalimizdan esa mana shu bookmaker, ya'ni ko'rib turgan DBBet, Linebet, Mailbet, 3 ta 8 stars, Line o'sha
Любой kontora, Melbet, 1xbet, yangi chiqqan JVSpinbet, xullas hamma bukmekerning eng so'nggi va yangilangan versiyalarini albatta dasturlar kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Bo'lmasa bolalar, men videoni shu yerda yakunlaydigan joyiga keldim. Balansni idealni ko'tarib oldim. Shu yerda endi yakunlab qo'ya qolaman. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska albatta esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib, kanalni kuzatishda davom etinglar. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad bo'lsin.